Islom aka, ba'zi odamlarda qon bosimi normal odamlarga nisbatan yoki pastroq yoki balandroq yuradi. Ya'ni 100 ga 60 yoki 120 ga 140 yurishi mumkin. Bunday holatlarda odamlarga zarari yo'qmi? Qon bosimini yuqori yurishi ham, past yurishi ham bu patologiya hisoblanadi. Bu norma emas, patologiya hisoblanadi. Past yurgan bemorlar hollarda biz gipotoniya deymiz. Baland yurgan bemorlar 140 va undan baland bo'lganlarga gipertoniya deymiz. Bu kasallik ikki holda ham bularni zarar taraflari bor. Qon bosimini pastroq yuradigan odamlar bor, 90 ga 60, 80 ga 60 bo'lib yuradigan odamlar ko'p holda bu ayollarda uchraydi. Buni bir tarafi anemiya ko'p tarqalgan bizlarda va ayollarda va shu hisobli ham mana shu gipotoniya holati ko'p uchraydi. Ikkinchisi bu gipertoniya deymiz, ya'ni yuqori qon bosimi, uni sabablari juda ko'p, lekin ko'p holda o'zini bildirmagan holda sekin rivojlanib kelishi mumkin. Odam hattoki bilmaydi ko'p yillargacha va birinchi belgisi shu oxirgi eng asoratga kelgan hodisalarda ham o'zini bilishi mumkin. Общий правило deymiz, ya'ni 40 yoshdan katta bo'lgan har qaysi inson 6 oyda bir marta check-up deymiz, kardiologik check-updan o'tish kerak. Ya'ni kardiologning nazoratidan o'tish kerak. Shikoyatlari bormi, yo'qmi, o'zini yaxshi his qilyaptimi, yomon his qilyaptimi, lekin check-updan o'tish kerak. Asosan eng ko'p muammoni gipertoniya kasalligi, arterial gipertenziya deymiz, ko'p muammo yaratadi. Buni asoratlari asosan organ mishen deymiz, ya'ni bosh miya, yurak, pochka, mana shularda ikkilamchi o'zgarishlar paydo bo'la boshlaydi. Yuqori qon bosimi boshqa kasalliklarni sabablaridan biri bo'ladi. Masalan, yurak ishemik kasalligi ham rivojlanib kelishi mumkin. Endi buni kuchli asoratlardan, og'ir asoratlardan biri bu sosudist katastrofa deymiz, insult yoki infarkt bo'ladi va bu odamni umuman invalid bo'lib qoldirishi mumkin yoki o'limga ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu tixiy ubiytsa deymiz, yuqori qon bosimni buni qancha vaqtli bu nazoratga olinsa va qancha oldin buni choralari ko'rilib normaga qaytarilsa, odam shunchaki ko'p katta verayatnost bilan normal hayot trayektoriyasiga qaytib keladi. Ya'ni o'sha 70, 80, 90 yoshgacha yozilgan yoshgacha yetib borish imkoniyati juda katta bo'ladi.